So'nggi xabarlarga ko'ra, AQSh rahbari Donald Trump Ukrainadagi urushni tugatish uchun yangi tinchlik rejasini taklif qildi. Biroq Rossiya bu rejani rad etdi, chunki u Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy hukumatini mojaroning asosiy sababi deb hisoblaydi. Shu bilan birga Rossiya rahbari Vladimir Putin 160 ming kishini harbiy xizmatga chaqirishni e'lon qildi. Rasmiylar bu chaqiruv Ukrainadagi urush bilan bog'liq emasligini ta'kidlashdi. Ukraina esa Moskvaga qarshi yirik dron hujumini amalga oshirdi. Natijada Rossiyaning chegaradosh hududlarda yashovchi ayrim fuqarolar bu hujumlarni qo'llab-quvvatlaganini bildirdi. AQSh va Rossiya o'rtasida Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha muzokara davom etmoqda, ammo hozircha sezilarli natijaga erishilmadi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya armiyasi 2-aprel kuni Ukrainadagi Krivoy Rog shahridagi bir korxonaga raketa hujumini uyushtirib, kamida 4 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi va 14 kishi, jumladan 2 bola jarohat oldi. Ukraina rahbari Zelenskiy bu hujumni qoralab, Moskva ustidan bosimni oshirishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga qarshi yangi bahorgi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu operatsiya 2025-yilning so'ngiga qadar davom etishi mumkin. Asosiy hujumlar Sumi, Kharkov va Zaporojye viloyatlariga qaratilishi kutilmoqda. Eron BMT Xavfsizlik kengashiga Trampning tahdidlari yuzasidan shikoyat qilmoqda. Eron AQSh rahbari Donald Trampning tahdidlari yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga shikoyat qildi. Murojaatga Amerika rahbarining agar mamlakat rasmiylari AQSh bilan yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishmasa, Eronni bombalaymiz degan so'zlari sabab bo'lgan. Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini kuchaytirmoqda, deb ma'lum qildi Pentagon. Rossiya Donetsk viloyatidagi Liman yaqinida keng ko'lamli hujum uchun kuch to'plamoqda. Rossiya harbiylari bo'yicha 10 barobar ustunlikka ega. Urushni o'rganish ekspertlari. Urush tahlilchilarining ta'kidlashicha, Rossiya muzokara pozitsiyasini mustahkamlash uchun Liman shimoliy sharqidagi ko'prikdan foydalanishi mumkin. 50 nafar AQSh senatori agar Rossiya tinchlik muzokarasini rad etsa, Rossiyadan neft, gaz va uranni sotib oluvchi davlatlarga 500% bojlar joriy etish bilan tahdid qilishmoqda. AQSh yuk samolyotlari Yaqin Sharqqa yo'l olishda davom etmoqda. Mojaro avj olishi mumkin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari bir necha yuk tashuvchi harbiy samolyotlarini Yaqin Sharq mintaqasiga yo'naltirdi. Bu harakat mintaqada jiddiy keskinlik yuzaga kelayotganidan dalolat beradi. Tahlilchilarga ko'ra, AQShning bu qadami ehtimoliy harbiy harakatlar yoki vaziyat keskinlashuviga tayyorgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Polsha Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarini yubormaslikka qaror qildi. Bu haqida mamlakat tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Polsha Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni yuborish niyatida emas. Bu pozitsiya prezidentlik saylovlaridan keyin ham o'zgarmaydi, deya ta'kidladi u. Uning so'zlariga ko'ra, Varshavaning bu qarori rossiyaliklar tomonidan tarqatilayotgan mishmishlar bilan bog'lash mumkin. Biz Rossiya targ'ibotiga mishmishlar uchun qo'shimcha imkon bergimiz kelmaydi, deya ta'kidladi Polsha tashqi ishlar vaziri. NATO davlatlari 2025-yilning dastlabki 3 oyida Ukraina xavfsizligini qo'llab-quvvatlash uchun 20 milliard yevroga yaqin mablag' ajratdi, dedi Alyans bosh kotibi. Xitoy armiyasi Tayvanga falajlovchi zarba haqida plakat e'lon qildi. 2-aprel kuni Xitoy qurolli kuchlari Bo'g'ozdagi momaqaldiroq mashg'ulotlarini Tayvan bo'g'ozining markaziy va janubiy akvatoriyalarida o'tkazmoqda. Tramp bir necha hafta ichida Eronni bombardimon qilishi mumkin. Bu haqida ommaviy axborot vositalari Isroil hukumatidagi yuqori martabali manbalariga asoslanib xabar bermoqda. AQSh Hind okeanidagi Chagos orollaridagi harbiy bazasiga 3 ta B-2 Spirit bombardimon samolyotini joylashtirdi. Ushbu ko'rinmas samolyotlar Eronning yadroviy bunkerlariga kuchli bombalar bilan zarba berishi mumkin, deyiladi ushbu xabarda. Avvalroq Donald Trump Eron hukumati bilan 2 oy ichida yangi yadroviy bitim tuzish shartini qo'ygan edi. Eron rahbari Masud Pezeshkian esa AQSh bilan faqat 3-tomon ishtirokida muzokara olib borishni ma'lum qilgan edi.